Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Biz Shifokor oromgohida hozirgi kunda soat 12:00 bo'lmasdan 12:00 soatimiz. Shu vaqtga qaramasdan biz tarbiyachi yetakchilarga topshiriq berdik. Ko'pchilik bu topshirig'imizni hazilomuz deb o'ylashyapti, prank deb o'ylashyapti. Lekin biz mas'ul direktorimiz, bosh tarbiyachimiz G'ayratbek hamda Taqdir akamlar bilan birgalikda uni jiddiy yondashyapmiz. Ertaga kechki paytga 50 ball e'lon qildik. Yaxshi kreativlik, zo'r video rolik qilganlar uchun 50 ball qo'yamiz. Ko'pchilik buni prank deb o'ylaydi. Soat 2da ham prank o'ylashadi. Lekin biz jiddiy topshiriq berdik. Sababi bizda hazil huzur bo'lmaydi. Oldin prank qilgan bo'lishi mumkin, lekin topshiriqni soat 2:00 kim syomka chiroyli biz aytgan narsani Anjon Polka liderlik faoliyati bo'yicha ikkita rolik qiladi, video rolik montaj qilib. Shularni ballaymiz. Ballimiz qanchadan qo'yiladi? 25 balldan 50 ball qo'yiladi. Shuni ertaga soat obedgacha tayyorlab topshirib bizga ko'rsatgangi ball deb qo'yamiz. Kechki payt hamma bolajonlarni o'zingizlarning ishtirokilari ballarni e'lon qilamiz. Hozir ko'pchilik hazil qolmiz topshiriq qildi, prank deb mana Elyor aka, ko'pchilik mana Isroillar, boshqalar pullaydi hozir. Lekin kim jiddiy qabul qilsa, shu narsani e'tiborga olib biz ball qo'yamiz. Bizni kuzatib boringlar. Ertaga kechki payt natijasini ko'rasiz. Biz direktori topshiriq bergan. Shu topshiriqqa tarbiyachi yetakchilarimiz befarq bo'lishyaptimi, bo'lishmayaptimi? Soat 2 bo'lyapti. Hozir shuni qisqacha video davomida ko'rib o'tamiz. Jarayonlar hozirda qizg'in avjida ketyapti. Men bugun kech paytgisi mendaman. Bolajonlarni chiroyli uxlashini ta'minlagan holatda sekyapti. Bolajonlar uchun 2 gacha uxlamasdan qarab chiqmoqdamiz. Barchaga xayrli kech. Men 6-guruh yetakchisi Mirzafozilova Mavlidaxonman. Bugun biz oromgoh yetakchilari bilan tungi navbatchilikdamiz. Soat millari esa tungi soat 2:00 ni ko'rsatmoqda azizlar. Tungi navbatchilikdan asosiy maqsad bu farzandlarda, bolajonlarimizda misol uchun qizlarda hojatxonaga chiqishi yoki turli xil holatlarni oldini olish maqsadida biz tungi navbatchilikda turibmiz. Ularning xavfsizligini va o'ylagan holatda biz doim tungi navbatchilikda bo'lamiz.
Hozirda hamma bolajonlar miriqib orom olishmoqda. Assalomu alaykum hammaga. Mana soat minlarimiz 2:10 daqiqa o'tib bormoqda va biz kechki smena navbatchiligini boshlaganmiz. Bolalarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida tun kun xizmatdamiz. Tarbiyachim uyquda hozir. Hamma bola tinch, mazza qilib dam olishyapti hammalari. Shirin uyquda bolalar. Hamma sog'lom, hudud tinch. Oqidamiz hamma. Assalomu alaykum barchaga. Bugun lagerimizda 8-kun. Ko'rishinglar mumkin. Soat millari 00:44. Men hojatxonani oldida turibman, ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Nimaga aynan bu lakasida? Chunki hamma otryadlardan chiqayotgan bola imенно hojatxonaga boradi. Kech payt boshqa narsaga chiqishi mumkin emas. Ular chiqayotgan bolalar bilan birga borib kelib, ularning xavfsizligini ta'minlab, ularni hammasini otryadlarga jo'natib turibman. Endi hozir uxlayotgan bolajonlar bilan bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Hamma otryadlarga kelib chiqamiz. Ketdik. Ko'rib turganinglardek bolalarni hammasi tinch uxlashyapti. Bolalar cho'chimasdan uxlaverasizlar, xavfsizligilar meni qo'limda. Assalomu alaykum barchaga. Bolalar mana birinchi sizlarga soatni ko'rsataman. 2:25. Soat 2:25 da bugun Anjan polkaga raqsga tushamiz, chunki anjanliklar Guinness rekordlar kitobiga kirdi. Nima bo'yicha? Anjan polkasi raqsi bo'yicha. Biz ham shuni soat 2 da challenge qilib qaytaramiz. Ketdik.